Bolajonim, quloqda shovqin paydo bo'lishining 5-sababi shovqinli muhitda ishlash. Bunda doimiy ziringlash bo'ladi, eshitish pasayadi. 6-si quloq yallig'lanishi, otit. Og'riqli shovqin bo'ladi, isitma chiqadi, quloqdan suyuqlik keladi. 7-si dorilarning yon ta'siri. Bunda ziringlash bo'lib, dori boshlagan paytingiz shovqin boshlangan bo'ladi. 8-si qandli diabetdan qalqonsimon bezni buzilishi. Doimiy shovqin, charchoq, ko'rishni buzilishi kuzatiladi. 9-si chakka pastki jag' bo'g'imining muammosi. Chaynaganda kuchayadi, jag'da chiq-chiq etgan tovush eshitiladi. Bolajonim, senda hammasi tinchmi? Hech qanaqa shovqin yo'qmi? Agar muammo bo'lsa, kommentariyada fikrini yozib, yo'lakchani bosda, men bilan bog'langin. Shovqiningni davosini aytaman bolam.